10-savolda demak foiz konsentratsiya bu ham eruvchanlik bo'lgancha eruvchanlikka qo'yaveramiz. Ya'ni foiz konsentratsiyaga qo'yish kerak. Bizda eruvchanlik 40 demak 40 taqsim eritma bo'lgandan keyin 40-100 gram suvda erigan bo'lgancha 140 gram bu foizga o'tib oldim. 25 bor edi. 25 ni ko'paytiramiz 0.2 20% ni topib olamiz. 5 bo'ldi. 5 gram tuzi bor. Eğer qancha gram tuz qo'shilsa, demak qanaqadir tuz qo'shilsa, pastga ham qo'shiladi. Eruvchanlik 40 bo'ladi. 40 gram, 100 bu eruvchanlik 40 degani 100 gram suvda 40 gram tuz eri degani. Demak 40 gram tepaga tuz, pastga 100 gramga qo'shib eritmani qo'yib shuni ishlayveramiz. Buni bunga ko'paytirib chiqamiz. 140 ko'paytirilgan 5 700 bo'ladi. 700 plus 140x bo'ladi. Pastni ko'paytiramiz. 40 ko'paytirilgan 25 desak 1000. 1000 bo'ldi. 1000 plus 40x bo'ladi. 40 ta ayirsak bu yoqda 100x qoldi. Buni ayirib yuboramiz. Bu yoqda 300 qoladimi? 300 bo'lingan 100. X teng 3 bo'ldi. X teng 3 degani 3 gram qo'shilgan degani C javob.